Mana shunday mitinglar fonida Qirg'iz xalqi Belarus xalqiga qaraganda juda buyuk xalq ekanligiga yana bir karra ishonch hosil qilamiz. Bir kechada 4 mingta qo'zg'olonchi isyonchi bilan butun hokimiyatni almashtirib tashladi. Mana shunday bo'lish kerak. Belarus xalqi o'rganish kerak buyuk Qirg'iz xalqidan. 100 minglab odamlar 3 oydan buyon ko'chaga chiqib, ashula aytib, plakat ko'tarib yurgandan ko'ra 3 soatda qirg'izlarga o'xshab hokimiyatni olib, prezidentni majbur qildi ishdan ketishga. Mana shuni buyuk Qirg'iz xalqidan, mana bu Belarus xalqi, mana shu qirg'izlardan o'rganish kerak. Chingiz Aytmatovni Oq kema asaridagi o'sha voqealar rost ekanligini, Qirg'iz xalqi o'sha Chingiz Aytmatov tasvirlagandek buyukligi ham bor xalq ekanligini biz bugun ko'rib turibmiz. Qirg'iz xalqi buyuk xalq ekan. Mana shuncha qiynalib, shuncha odam ko'chada yurgani yaxshimi, yo 5 sekundda Ortiqxo'jayev tili bilan aytganda hamma joyda yo'q borib hokimiyat qo'lga olgan yaxshimi? Albatta, bunaqangi jinoyatchi rahbarlarni bittadan bitta yo'li Qirg'iz xalqi tutgan yo'l. Bu meni fikrim. Sizda boshqacha fikr bo'lsa, o'zingizga, dono fikringizga havola. Uni menga tiqishtirmang. Darvish ketamiz.